Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan dangasala xonimini pishirishni o'rganamiz. Kartoshkani yaxshilab artib, yuvib, keyin uni mana shunaqa to'rkadan chiqaramiz. Endi piyoz olamiz. Piyozni yaxshilab artib, yuvib, mayda qilib to'raymiz. Go'shtga keladigan bo'lsa, go'shtimiz yo'q ekan. Go'sht yo'qligi uchun go'shtsiz xonim qiladigan bo'ldik. Endi spetslarni qo'shib, oxirida yog' qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Va yarim soatga qo'yib qo'yamiz. Ungacha mana lavash olamiz, tayyor lavash. Shuni olib turib yoyamiz. Qarabsizki, xamir tayyor. Ustiga yog' surib, nachinkani solamiz. Nachinkalarni solib turib, panisga taxlaymiz. Va qasqonga 40-45 daqiqaga o'rta olovga pishirishga qo'yamiz. Xonimlarimiz ham tayyor. Endi uni yeb ko'ramiz. Mazasiga gap yo'q. Pishirib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Menga obuna bo'linglar, like va podpisatsiya esdan chiqib qolmasin. Sog' bo'linglar.